Nega insoniyat tarixidagi eng yirik va qonli qirg'in aynan 1939-yilda boshlangan edi? Nima uchun bir necha davlatning dunyoni bo'lib olish istagi 70 milliondan ortiq insonning yostigini quritdi? Va eng muhimi, urush olovidan minglab kilometr uzoqlikda bo'lgan O'zbekiston nega ushbu g'alabaning asosiy kalitlaridan biriga aylandi? Ikkinchi jahon urushi 1939 yildan 1945 yilgacha davom etib, nafaqat mamlakatlar chegarasini, balki millionlab insonlar taqdirini ham butunlay o'zgartirib yubordi. Hammasi 1939 yil 1 sentyabr kuni Germaniyaning Polsha hududiga bostirib kirishi bilan boshlandi. Buning natijasida dunyo ikki yirik harbiy ittifoqqa bo'lindi. Bir tomonda Germaniya, Italiya va Yaponiya boshchiligidagi davlatlar, ikkinchi tomonda esa SSR, AQSh va Buyuk Britaniya kabi ittifoqchi kuchlar turardi. Urushning miqyosi shunchalik keng ediki, u Yevropa, Osiyo, Afrika va barcha okeanlarni qamrab oldi. Xo'sh, O'zbekiston xalqining bu g'alabadagi hissasi nimalardan iborat edi? O'sha davrda yurtimiz aholisi 6 milliondan biroz ko'proq bo'lishiga qaramay, 1,9 million dan ziyod kishi frontga jo'natildi. Bu deyarli har uchinchi o'zbekistonlik qurol ko'tarib jangga kirganini anglatadi. Ulardan 500 mingdan ortig'i jang maydonlarida halok bo'ldi, minglab vatandoshimiz bedarak ketdi. General Sobir Rahimov kabi mard o'g'lonlarimiz o'zlarining mohir qo'mondonlik qobiliyati bilan jahon tarixida o'chmas iz qoldirdi. Lekin nima uchun Toshkentni butun dunyo non shahri va insoniylik markazi deb atay boshladi? Front ortidagi hayot ham haqiqiy qahramonlik maydoniga aylangan edi. O'zbekiston urush hududlaridan evakuatsiya qilingan 1,5 million dan ortiq insonni o'z bag'riga oldi. Ular orasida 250 mingdan ziyod yetim qolgan bolalar bor edi. O'zbek oilalari o'zlari muhtojlikda yashashiga qaramay, bu bolalarni asrab olib, oxirgi burda nonini ham ular bilan baham ko'rdi. Shu bilan birga 100 dan ortiq yirik sanoat korxonalari qisqa muddatda yurtimizga ko'chirildi va ular front uchun tinimsiz qurol-yarog' hamda kiyim-kechak yetkazib berdi. Urushning hal qiluvchi janglari sifatida Moskva ostonasidagi mudofaa, Stalingrad jangi va Kursk yo'lidagi to'qnashuvlarni keltirish mumkin. Bu janglar fashizm mag'lubiyatining boshlanishi edi. 1945 yil may oyida Germaniya poytaxti Berlin egallandi va 8 may kuni Yevropada g'alaba tantana qilindi. Biroq urush Osiyoda hali davom etayotgan edi. Faqatgina 1945 yil 2 sentyabrda Yaponiya taslim bo'lganidan so'ng 6 yillik dahshatli qirg'in butunlay yakuniga yetdi. Bu urush insoniyatga juda qimmatga tushdi. Millionlab qurbonlar, vayron bo'lgan shaharlar va inqirozga uchragan iqtisodiyot dunyo xalqlarini tinchlikni asrash yo'lida birlashishga majbur qildi. Natijada Birlashgan Millatlar Tashkiloti vujudga keldi. Bugungi kunda ushbu g'alaba va o'tganlar xotirasi biz uchun tinchlik naqadar oliy ne'mat ekanini eslatib turadi. Bundanda qiziq ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz kanalimizga obuna bo'ling.